Nikah. Nikah odam hayotida birliqidan bo'ldigan tantanilik tarixiy voqea. Aslida shundoq bo'lish kerakdi. Hozir neden deysan? Bugün bir tonuşungni o'linibdi deb anglaysan. İpi jipini tepib tabriklab bog'chilar ajishib ketgan. Zaman buzib ketdi deydi texi. Zaman emas, odam buzilib ketdi, odam. Axaq nima? Xotin nima? Insof uyat degan qomidi. Sestroqa, biz zakisni o'taydigan o. Bir oila qurayotgan 2 yoshning davlatlik ro'yxatdan o'tishi qarzi ham farzi. Xo'sh. Siz Niyozov Dilmurod Zoito'g'li. Shundaqmi? Shunaq. Ha, yaxshi. Siz 1992-yili tug'ilgan, shundaqmi? Ey, oranlı 17 kiribsen. Senodun qanchalik bir chiqib. Og'zingda gupildab turib, opangni o'g'isi tuprab turib. Xo'sh, siz Sasikova Gulnur Sodiq qizi. Ani Sasikova, a Sisikova. Kechirsiz. Sisikova Gulnur Sodiq qizi shundaqmi? Ну да. Siz 1993-yili tug'ilgan. Yeshingiz 16-dimi? Ну да. Voy shuntaga. Egdagi qo'chig'ni o'ynsam bo'lmamda. Mayli. Xo'sh, sizlar bir-biringlarni yaxshi ko'rib, o'z ixtiyoringlar bilan turmush quryapsizlar? Конечно. Ну да, интересно. Voy kechirsizlar. Sizlar bir-biringlar bilan tanishib, yurayotganinglarga qancha yil bo'ldi? Vo. Ровно 3 kun bo'ldi. Ты чё, Дима? 4 kun degina? O'g'iliga 5 kun bo'ldi ekan. Uçaqda sizlar ichagishib qayrindoshdek bo'lib ketgansizlar. Mandaq. Mayli. Страшно. Mayli. Dilmurod, sen Gulnurni yaxshi ko'rib, o'z ixtiyoring bilan ayol qilib yo'tamsan? Siz Gulnur Dilmurodni yaxshi ko'rib, o'z ixtiyoringiz bilan tegyotamsiz? Ну да, конечно. Yaxshi. O'langandan keyin kimning familiyasini olmoqchisizlar? Дима, давай meni familiyamni. Hop. Sestroqa, qizlarniki bo'laveramda? Bo'laverdi. Hey, undaqda sen xotin oldim dema. Egi tegima degan. Так не пойдет, мне так невыгодно. Ну тогда беспонтов bo'lsin siznikini olaylik. Meniki, sestroqa. Mana. Endi aqlimga keldim. Undaqda 2 yosh meni tinchag'la. Oila degan u kichik bir davlat. Ayol eng oldi bilan bir-birini tushunish kerak. Sen shundaylar qancha bir tushunib ketasan. Ayol orasida birinchi navbatda buloqdek toza, pok muhabbat bo'lishi kerak. Bu shaxsimlar muhabbatni tushunamda. Дима, чё она болтает?
Перевод. Колонканың сүйін ішмеңла, бұлағының сүйін ішіңла дейді. Ayal. Ayal kişi üyünün birikti. Çırığı. Şunlaşka ayal kişini hürmetleş gerek. Olkandı götürüp жүрüş gerek. Hazırkı ele. Mana seni hürmetleydim. Edil obanı aldığı közüm köket bomsan boladı. Дима, чё она болтает? Перевод. Аялыңның апысының көзік ұрма дейді. Интересно, мен просто так урмаймын ғой. Degen o yerim Xuda. Ailenin tüvrigi. Elini hem Xuda de görüp hürmetleş gerek. Hazırki xotunla erini gigitigi eslip üst gözüge tükürüştü mü yanmaydı? Дима, чё она болтает? Перевод. Еріңнің үзігі түкегенде кектігіні sıkma дейді. Интересно, мен просто так тükememem ғой. Meyege kolunlan koyunla. Дима, чё она болтает? Положите руки на книгу дейді. Ulan yoktu şu anda direkt. Kolunlan koyunla deyme. Podpis. Сказала бы так, кобра. Емансы, отырма. Bud. Үйле яса бітмәді. Bud. Mang çık. Bud. Сіз тұруға. Үйгі vağanda ne kılıçsan kılıç. Үйгі бағалды ке. Mana muşlarının üy odaklı bop ketişiga közüňe ýetemdi. Hey taňay. Ha ilahim üy bop ketsin.